Quyoshimiz ham botdi, kun qizarib botdi. Ertaga Xudo xolasa quyoshlar chiqib kunlar isib ketadi. Mana kameralarni telefonlarga ulab ishlatib qo'ydik. Mana kamera zo'r ishlayapti mana. Assalomu alaykum, hurmatli vodiy, hurmatli mijozlar. Hozir biz Mingbuloq tumani Guliston qishlog'idamiz. Bu yerga do'konga kamera o'rnatgan keldik. Kech bo'lishiga qaramasdan akamiz iltimos qilib ertaga Toshkentga chiqib ketyapman, kamera o'rnatib beringlar dedi. O'sha kamera o'rnatgani keldik. Mana kamera o'rnatish ishlari boshlandi. Shu mo'jazli do'konda mana Wi-Fi'li ko'zli kameramizni o'rnatib, ustunoqlarga yoqdik. Kameralar o'rnadi, montajlar bo'lyapti. Xudo xolasa hozir telefonlariga ulab ishlab beramiz. Shunda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bizga bemalol aloqa chiqasizlar, borib kechasi bo'lsa ham kamera o'rnatib ishlatib berib kelamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Mingbuloq kameralar har doim xizmatingizda.